2026-yil hayotingizni nimadan boshlashni bilmayapsizmi? Jack X200 avtomobillarimizni xarid qilib, o'zingizni biznesingizni yanada rivojlantirishingiz mumkin. Oldingi videomizda aytib o'tganimizdek, avtomobillarimizni katta chegirmalarda e'lon qilganmiz yangi yil munosabati bilan. Ko'pchilik so'radi, avtomobillar faqat yangi yilgachami chegirmasi deb so'rashdi. Yo'q, aksiyamiz davom etyapti. Aksiyamiz oxirgi muddati 31-yanvargacha. Shoshilib qoling, 31-yanvargacha 16.800.000 so'm har bir modelga chegirma bilan avtomobillarimizni xarid qilishingiz mumkin. Avtomobillarimizni to'liq narxlari haqida ma'lumot olish uchun videomizni oxirigacha ko'ring. Videoda oxirida ma'lumotlarni beramiz. Nima uchun Jack X200 avtomobillarini xarid qilish kerak degan savolga hozir sabablarni ko'rib chiqamiz. Xitoy Laboda o'zimizning oddiy labolarda kira qiladigan akalarimiz uchun salonlar juda qulay qilib ishlangan aka. Konditsioner, pechka, magnitofon, rullar elektronik bo'ladi. Salonlari ham keng, sidinalarni oldi orqaga ligirovka qilish imkoniyati mavjud. Damas Laboda kira qiladigan akalarimiz uchun bu sidinalar juda komfortli tuyuladi, ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari Kia Bongo, Hyundai Porterlardan bu avtomobillarimiz afzal tomonlariga keladigan bo'lsak, bularni asosan hozirgi kunda gay akalarimizdan juda ko'p bezda qilayotgan bu yuk tashiydigan akalarimizni sabablaridan bittasi yuk ko'tarish qobiliyati. Bularda 2 tonna 80 kg texpasporti yozilishi akalar. Kia Bongo'larda, Hyundai Porterlarda bilsanglar 1 tonnalik yoki 1 tonnali 200 lik bo'ladi. 1 tonna 200 ligimiz kamdan kam holatda, ya'ni O'zbekistonda juda kam desak ham bo'ladi. Bularning bort razmeri ham 3.10 ga 1.65 bo'ladi. Kia Bongo'larda 285 bo'ladi. Ulardan ko'ra 35 sm ga uzunroq, sababi bunda ozgina kabinasi kichkinaroq. Endi motor tomonlariga keladigan bo'lsak, mana motorni ham ochib ko'rsatamiz. Motorlari sidinasini tagida bo'ladi akalar. Salonlari ham 3 kishilik salon. Barini xohlasangiz ko'tarib qo'yasiz, xohlasangiz tushirib bar sifatida foydalansangiz ham bo'ladi yoki ko'tarib qo'yib bir kishi bemalol bu yerda ketsa bo'ladi. Salonlariga texpasportga ham 3 kishilik deb yozilgan bo'ladi. Gay akalarimiz ham muammo qilmaydi, 3 kishi bo'lib ketyapsizlar ham. Hozir motorni ochaman. Motorlari keladigan bo'lsak, akalar, motorlar 2 atmosferli, 4 silindrli Greenjet motor bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Greenjet. Razmerlari ham juda katta. Motor, korobkaning razmerlari. Korobkasini ham ko'rishingiz mumkin. Korobkalari ham juda akkuratli ishlangan. Razmerlari ham juda katta. Kia Bongo, Hyundai Porterlardan afzal jihatlarida ham asosan bu motorida. Yuk avtomobillarni asosan motoriga qarab tanlash kerak. Aynan bu avtomobillarimizga keladigan bo'lsak, Jack X200'larimizni motori 2 atmosferli Greenjet motor, metan propan bezatkasi tushadi o'zini motoriga. Ali Hyundai Porter, Kia Bongo'larga o'xshab Starex motor bosib o'tirmaysizlar. Baribir o'ziga o'rnagani boshqa baribir metan propanni o'zini motoriga garantiyasidan chiqmagan holatda o'rnaydi. Aytib o'tishimiz kerak, motor, korobka, zadniy moska 3 yil yoki 100 ming kilometrga garantiyalari bor avtomobillarimizni. Endi hammaga qiziq bo'lgan narxiga keladigan bo'lsak, ushbu bortli variantdagi Jack X200'larimiz oldin 248 million so'm sotilgan. Hozirda 31-yanvargacha 231 million so'mga xarid qilishingiz mumkin. Bu yoqda tentli variantimizdan bor. Tentlari ham shtorkali bo'ladi. Bemalol yig'ishtirib qo'yib yoki yechib qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Oldin bularimiz narxi 255 million 360 ming so'm edi. Hozir yangi yilga aksiyaga berib 31-yanvargacha 238 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu tomonda furgonli variantlarimizga keladigan bo'lsak, oldin 275 million so'm sotilgan. Hozirda bularda 258 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Avtosalonimizga tashrif buyuring. Bir kun ichida nomingizga rasmiylashtirib, metan propanlarni o'rnatib, nomingizga chiqarib beramiz. Yoki batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Manzilimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, aeroport yo'lidan Sharxonni Baxtqurugiga qarab yurganimizda, Quruqqa yetmasdan Kunbozor svitoforiga yetmasdan chap qo'lda keladi. Charimxo balon sentrda yonida bo'ladi akalar. Endi bu tomonimizdan kelish Baxtquruqdan aeroport tomonga qarab yurishimizda 100 metr yurganidan keyin o'ng qo'lda